Aytdim-ku Jo'xa, senga pullar qalbaki emas, haqiqiy desam ishonmading. Endi men ham qayerdan bilay, soxta deb o'ylabman-da. Avval ko'rib, keyin u gapiradi-da. To'xta, Jo'xa, mana buni qara. Nima qilibdi bunga? Mana buni qara, sotilar ekan. Yo'q, olmaymiz bunda sotilsa. Hozir telefon qilib ko'raychi. Olamizmi? Farqi yo'q, pulimiz yetsa olaveramiz. Qani telefon qilchi, Davay, shunda kesinchi. hozir telefon qilib ko'raman. Alo, assalomu alaykum. Men e'lon bo'yicha telefon qilyapman. Hozir boraman. Okay, xo'p, tushunarli. Hozir boraman dedi. U qachon keladi? U kelguncha men chiday olmayman. Kelsa yaxshisi o'zing sotib olguncha, men chiday olmayman. Ketdim hojatxonaga. Shuna paytda hojatxonaga boraman dedi. O'zi g'irt g'alati bo'lasan-da, hammaylar. Tak, ana endi mana buni egasini kutishimiz kerak. Menimcha avval ham do'kon bo'lgan yoki birorta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizmi hozir telefonda gaplashgan? Ha, men bo'laman. Mana shu soatladimi, egasisizmi? Ha, egasi o'zim bo'laman. Xullas, mana shu do'kon avval ham do'kon bo'lgan o'zi. Hozir nima qilasiz, endi o'zingiz bilasiz. Mana bu hozir ochib olay. Okay, mana bildi. Mana bu tomon sklad bo'ladi. Bu yerda har xil omborxonaga o'xshagan narsa, xohlagan narsangizni solib qo'yasiz. Agar do'kon qiladigan bo'lsangiz, ana shu tomondan yuklarni olib kirasiz. Mana bu yerda esa do'kon bo'ladi, mana shu xona. Yana o'zingiz bilasiz, xohlasangiz do'kon qiling, xohlasangiz boshqa narsa. Narxini esa kelishamiz. Narxi $3000 bo'ladi. $3000, menda $2500 bor edi. Boshqa payt bersangiz ham bo'ladi keyinroq. Aha, qolgan $500 da boshqa payt beramiz. Endi har holda nomerim bor sizda, to'g'rimi? Aha, tushunarli. Mana uyni dokumentlari va kaliti. Sog' bo'ling. $500 ni boshqa payt berarsiz. Mayli, $300 bersangiz bo'ladi siz uchun. Aha, rahmat, tushunarli, katta rahmat. Aha, mayli. Xo'p, yaxshilik ham qilib turish kerak. Aha, to'g'ri. Aha, mayli, unday bo'lsa men ketdim. Omad sizga. Buyursin xullas, sog' bo'ling. Okay, rahmat, sizga ham buyursin pullar. Juda ham yaxshi odam ekan. $500 emas, $300 so'radi, ya'ni $200 dan voz kechdi. Mayli. Mana shu yerni olib yaxshi qildik shekilli, yaxshi ekan. Jo'xa hojatxonaga ketgan, shoshib. Keyinroq ko'rsatarman, mayli. Hozir boraman-da aldayman. Pulimni olib qochib ketib qoldi deb aldab ko'raychi, nima deydi ekan. Xullas. Endi men planim bo'yicha Jo'xa bilan yana kelishib ko'ramiz, chunki pul Jo'xaniki, ammo uy meniki. Yo'q, bebek. Qarochi, bu pulga mana shu do'konni nima qilamiz? Mana shu do'konni xullas do'kon qilamiz. Nima qilamiz boshqa? Xullas biz bo'lajak do'konimizga narsalar zakaz qildik. Ya'ni oynalar qo'ydik, eshiklar qo'ydik, ichiga narsalar, xullas hammasi tappa tayyor. Jo'xa, do'konimiz ham tayyor bo'lib qolgandir-a? Nimasini aytasan? Telefon qilyapti. Alo? Alo, assalomu alaykum. Tayyor do'koningiz kelavering. Yo, okay, yaxshi, rahmat. Davaychi, Jo'xa telefonda sirazi eshitdi, sirazi menga qo'yib ketdi. Mana o'zi chetdan sakramoqchi. Jinni oyog'ing sinmasin, sinmadi. O'zi pastda, unaqa balandmasda, shu uchun bemalol sakrading-da. Men sendan birinchi boraman zatto. Yo, men sendan birinchi boraman. Xohlasang mendan keyin ikkinchiga. Menga qizig'i yo'q, ko'rsam bo'ldi. To'g'ri, mayli endi. Tak, vau. Do'kon вообще bomba-ku, to'g'rimi, Jo'xa? Wow, bu do'konning chiroyliligini qara, go'zalligini. Endi shu do'kon bizning do'konimizda, endi shunda ishlaymiz-a? Da, biznikida kimniki bo'ladi, ammo o'sha qarz bo'lib qolganimiz yomon bo'ldi-da. O'zi jami qancha qarz bo'ldik? Bank u yoqdan. Jami $1300 qarzimiz bor. $1000 bankdan, $300 o'sha mana bu do'konning egasidan. Mayli, buni to'lab olish oson, ya'ni mana shu do'konni yuritamiz. Undan keyin tushgan pullar bilan to'lab yuboramiz. $1300. O'ylaymanki, bu yerda ham yaxshi topamiz. To'g'rimi, Jo'xa, nima deding? Xullas yaxshi topamiz deb o'ylayapman. Mana bu yerda kassa ham bor ekan, yashirin ekan, zo'r. Tak, nima qilamiz endi? Shu yerda o'tiramizmi, klient kelishini kutib? Aytgancha, men telefonim uyda qolib ketibdi dedi-yu, o'shani hozir borib olib kelayda, do'konimni bir ikki kishiga maqtanishim kerak, do'konimizni. Endi maqtanishing shartmi? Mayli, o'zing bilasan, bor olib ket telefoningni. Maqtanaman-da, bizda hozir qancha pulimiz bor? Bizdami? Bizda atiga $1 pulimiz bor. $1 nimaga ham yetardi hozir? Yo'q, atiga $1 qoldimi? Mayli, hozir borib telefonimni olib kelay, shu yerda turibdir. Bor, olib kel o'sha musor telefoningni, bor. Yo'qol, olib kel. Ket, iloji bo'lsa do'kon meniki. Ketvordim. Gapim bir tiyinga olmasdan.
Mayli. Hazilni yig'ishtiramiz bolalar. Endi mana shu do'kon bizniki. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz brat? Yaxshi, rahmat. Meni tanidingizmi? Yo'q, uzr. Mana shu do'koningizni remont qilib bergan men bo'laman. Yaxshi remont, zo'r gap yo'q. Nima xizmat? Xullas, bizda mana bunday xizmat ham bor. Tovarlarni yetkazib beramiz. Mana shunday mahsulotlarni sizga yetkazib bersak bo'ladi. Yaxshi, qancha bo'ladi? Birinchisiga yetkazib berish tekin, narsalarni o'zingiz sotib olasiz. Shunday taklif bilan keldim. Aha, tushunarli. Bolakay. Nima? Men bu do'konmi? Ha, do'kon. Yangi ochildi shekilli. Ha, yangi ochilgan. Vau, bu yoqqa atrofda bunaqa do'kon yo'q. Rostami? Ha. To'ppa-to'g'ri, mana bu yoqqa qanaqa. Kirish mumkin emas. Uzr, brat. Uzr. Mayli, bo'lib turadi. Mana bu yerda narsalar, kitoblar ham bor ekan. Vau, kitoblar bor ekan, menga kitob kerak. Yaxshi, kitob kerak bo'lsa ol. Ammo hozir olmayman. Keyinroq dadam bilan kelaman. Xo'pmi, brat? Okey, yaxshi. Dadang bilan kel. Juda ham negadir uyqum kelib ketdi, mayli. Tak. Uka cho'chib o'rding. Dadam bilan kelaman. Sotib yubormang kitoblarni. Aha, mayli, tushunarli. Yanonga bordim bir kecha. Tak, stop. Nahotki siz Over Design kanaliga obuna bo'lmagansiz? Axir u yerda sifatli va arzon dizaynlar bor-ku. Rayim, bu yoqqa qara. Ha, nima deysan yana? Nima? Axir bu Over Design kanaliga obuna bo'lmayaptimi-ku? Men ham shuni aytyapman. Mana buni qarang, qanday chiroyli banner va qanday chiroyli avatarka. Aytgancha, siz buni pulga zakaz qilishingiz mumkin yoki agar sizning kanalingiz yaxshiroq bo'lsa, Over Designni reklama qilsangiz, sizga u tekinga yasab beradi. Albatta, kanal havolasi opisiyaniyada va kommentariyada bo'ladi. O'tib obuna bo'ling, sifatli va arzon dizaynlar. Hammaga omad, Over Design kanaliga obuna bo'ling. Rahim, bu yoqqa va nihoyat videoni ham olib bo'ldik. Endi nima qilamiz? Aytgancha, Over Design kanaliga sen obuna bo'lganmisan? Yo'q, bo'lmaganman. Nima? Bu yoqqa seni. Lekin do'konni ham yorib yuboribdi bor-ku. Sotib olganimda vobshe dabdala holatda edi. Endi hozir zo'r holatda. Mana televizor, menda zo'r lampochkalar, ventilyator, olmalarga turadigan menda qatormi bir nima deydi. Olma, pechenye, spirtli ichimlik, mana bu yerda yana bir nimalar bor ekan, tarvuz bo'laklari. Ular svejiy turishi uchun mana bu yerda tepada ventilyator turibdi albatta. Mana bu yerda rediska, sabzi, oshqovoq, tarvuzlar, mana bu yerda sklad. Bu yerda olib kelgan tovarlar turadi. Mana bu yerda tugasa, mana shu yerdan olib chiqib qo'yaveraman. Ammo hozircha pulimiz yetmadi. Keyingi safar pul yetganda olib kelamiz. Yaxshi. Mana bu yerda ham kassamiz bor. Pul bilan bir xil. Bu yerda olmalar bor. Mana bu yerga bor qilib qo'yamiz. Olmalar bor, yaxshi. Va mana bu yerda pechenyelar bor. Hozir pechenyeni ham bunday qilib qo'yamiz. Qanaqa yozuvda yozgan? Pechenye bo'lmaydi, pechenye bo'ladi. Jo'xa yozganda buni ham. Mana bu yerda aroq bor. Endi to'g'ri, alkogol mumkin emas, ammo mayli. Bu shunchaki video. Mana bu yerda oshqovoq va tarvuzlar bor, mana. Tarvuz va qovoq. Yaxshi. Mana bu yerda kartoshka, non, suv, sabzi, rediska, kitob va bo'ldi, hammasi bor. Rediska bor, suv bor, kartoshka bor, sabzi bor, non bor, bo'ldi, hammasi bor. Qolgan endi mana buni bu yerga elib qo'yaman. Bor yo'qlar, nima bor, nima yo'qligini bilib turishim uchun. Mayli. Yaxshi. Endi mana shu yerda o'tiramiz, klient kelishini kutib. Birinchi klientimiz kim bo'lar ekan? Bizdan birinchi bo'lib kim narsa sotib olar ekan? Birinchisini tekin qilardim-ku, ammo birinchisini tekin qilsak biz bankrot bo'lamiz. Yangi do'kon ochilibdi, juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, siz egasimisiz? Ha, albatta. Xullas, o'g'ilchaga kitob kerak. O'g'lim qanaqa kitob kerak bo'lsa ol. Tushunarli, hozir 5 daqiqa. Mana shu yerda edi kitoblar. Yaxshi, mana bu yerda ham menga kerakli narsa bor ekan. Aniq alkogollarni aytdim-ku. Yaxshi, mana buni olamiz. Uka, bu qancha? Bu $5. Dada, kitob oldim. Kitobi qancha buni? Kitobi hozir kitob ham $5. Senga mana xullas $10 hozir beraman, mana $10. Bo'ladimi? Okey, bo'ladi. Rahmat. Kelib turing yana. Okey, rahmat. Birinchi $10 ishlab oldik. Allo, Jo'xa. Nima?
Ovoz kelmayapti. Klient keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi rahmat. Nima xizmat? Hozir men bu yangi do'konmi? Ha. Hozir bir daqiqa. Aha, tushunarli. G'alati gapirar ekan. Men xullas mana pechenyelar oldim. Mana menda 12 ta pechenye qancha bo'ladi? $5. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Вообще tez bola ekan. Mayli, juda ham tez savdo qildi, ketdi. Menda hozircha $15 bor va bugunga yetadi deb o'ylayman. Bir kunda $15. Bir kunda emas, bir soatda. Xullas, $15. Demak, anchagina yaxshi foyda qilsak bo'ladi. Bizni yana bir plyus tomonimiz, hozir soat ham kech bo'lib qolibdi, 7 dan o'tibdi, demak uyga ketish vaqti. Bizni yana meni plyus tomonim bu atrofda do'kon yo'qligi. Bu atrofda bitta do'kon menda bor va hamma meni oldimga keladi. Boshqa qayerga ham kelishi mumkin, to'g'rimi? Va pullarni mana bu kassaga solib qo'yaman. Hech kim topolmaydi, aniq bu yerdan bo'ldi. Mana buni ham solib qo'yaman, bo'ldi. Va endi do'konni yopamiz. Mana bu yerda qulflaymiz do'konni, yaxshi. Bo'ldi. Ana endi sekingina uyga surib yuboraman. Bemalolda kamaza. Yaxshi. Tushunmadim, yangi do'konmi? Buni ham o'marib ko'rish kerak. Yangi do'kon bo'lsa mazza qilib o'maraman. Hozir bu tomondan kirib, yo'q, bu tomondan kirib bo'lmaydi ekan. Mana shu eshikni buzganim yaxshi. Mana biz simni tiqaman va liboy kalit ochiladi. Va uzoqdan kelib bir urilsam, ochilib ketish kerak edi va mana ochildi. Yo'q, ochdim. Endi o'g'irlaman, ketdik. Keyingi qismgacha 500 talak qila olamizmi? 500 talak go.